بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث. أنا الدرس لك شنج قسم. الدرس الهادي عشرة برنج درس بugün sözeydiğen dersimiz 11. ders bulup bunundaki noktalık gramatika mef'ulun fih. Mef'ulun fih deganning o'zining ma'nosiga qarasak, ya'ni ish harakat qiling'uchi, uning ichida yuz berguchi, ya'ni ish harakat uning ichida beriladigan holat degan bo'ladi. Ya'ni bu ma'ni jihatda, istiloh jihatda ish harakat yuz beradigan vaqt yoki ish harakat yuz beradigan o'ringa qo'yilgan ism mef'ulun fih bo'ladi. Yani mef'ulun fih deganimiz ish harakat yuz bergan vaqt yoki ish harakat yuz bergan o'rin ifodalanadigan jumladagi bo'lak shuni ifodalaydigan ism mef'ulun fih bo'ladi. Masalan, sa'usafiru gadan inshaalloh. Allah xolisa at safar qilaman desa, mush jumladagi bizning safarimiz yuz beradigan vaqt qachon? Ata. Yoki sa'usafiru yawmal jumu'ati inshaalloh. Allah xolisa juma kuni safar qilaman desak, mushadagi yawmal jumu'ati shirkat yuz beradigan vaqt. Bu maf'ulun bih bo'ladi. Sa'ajlisu huna. Men bu yerda o'tirman. Ya'ni huna maf'ulun bih. Ya'ni bu shirkat yuz beradigan o'rin. Ra'aytuhu fis-suq. Men uni bozorda ko'rdim. Fis-suq shirkat yuz beradigan o'rin. Men ko'rgan o'rin, uni ko'rgan ya shu bozor. Unda o'g'andikin u maf'ulun fih bo'ladi. Demak, maf'ulun fih deganimiz shirkat yuz beradigan vaqt yoki o'rinni ko'rsatadigan ism maf'ulun fih bo'ladi. Endi maf'ulun fihningki yana bir ismi zarf. Buni zarf deb atasak bo'ladi. Ya'ni Uyg'urchada ravish degan gap, Uyg'urchadagi ravish dal bizning arab tilidagi maf'ulun fih deb tushunsak bo'ladi. Endi bayatimiz maf'ulun fihning ikki xil ma'nosi bor deb qamazmi? O'rin yoki vaqt. Shunga asoslanib turib, o'rinni ifodalagan bo'lsa, zarfu makan, ya'ni o'rin ravish. Agar vaqtni ifodalagan bo'lsa, zarfu makan, ya'ni zarfu zaman, vaqt ravish deb ikkiga ayirsak bo'ladi. Mesela misal alsak, xarajtu laylan, kechda chiqdim, sa'usafiru gadan, at safar qilman inshaalloh, Alloh xolisa. Nimtu ba'da nawmik, sen uxlab bo'lgandan keyin men uxladim. Degandiki laylan, gadan, ba'da nawmikdagi ba'd deganlarning hammasi maf'ulun bih, ya'ni zarfu zaman, vaqtni ifodalaydigan maf'ulun bihlar. Mashaytu maylan, azroq mangdim. جلست عند المدير bir mil mangdim. Mashaytu milan 1 mil mangdim. Jalastu عند المدير. Mudirning qishida o'ltadim. Nimtu tahta shajara. Bir daraxtning ostida uxladim desa, 1 mil mudirning qishida daraxtning ostida degandagi milan عند المدير tahta degandek so'zlarning hammasi maf'ulun bih bo'lib, o'rinni ifodalaydigan maf'ulun bih bo'ladi. Shirkat yuz bergan o'rin. Ya'ni buni zarfu makan deb ataymiz. Mana bu yuqoridagilar maf'ulun fihlarninki, ya'ni zarflarninki tushunchasi. Maf'ulun fih odatda grammatika jihatda ba'zida zavar o'qiladi, ba'zida oldiga fini akab turib zir o'qiladi. Endi buning asosligi qanday o'rinlarda desangmi? Zarfu zaman asosan zavar o'qiladi, oldiga fi kelmaydi. Ko'pincha vaqtlarda endi zarfu makonninki iniq bo'lgan zarfu makonlar. Masalan, iniq bo'lgan maf'ulun bih. Masalan, baza, sinf, uy degandek ma'rullar oldiga fi kelib zar o'qiladi. Zavar o'qilgan ahvollari ancha ko'p yo'q. Masalan, men uyda o'ltirdim. Jalastu fil bayt deymiz. Baytan demaymiz yerda. Masjidda namoz o'qidim. Sallaytu fil masjid fa'kulada. Iniq ayirib olayli. Vaqt ravishlar 90% zavara qiladi. Oldiga fi 10% holatda keladi. O'rin ravishlarninki iniq ravishlar. Masalan, biz iniq bo'ladigan uy, sinf, bozor degandek, bunda iniq yerlar, masjid degandek
98% aldığa fi kelib oxirisi zir o'qiladi. O 2% atrofida 2% atrofida fi kelmay zir o'qilsimi bo'ladi. Bu maf'ulun bihga munosabatlik ahvollar. Endi maf'ulun bihni biz hozir zarb ziduq emasmi? Endi mushunga munosabatlik azroq gaplar va so'zlar o'taylik. Zarflar bir qismlari mabni bo'ladi. Ya'ni tashqi jihatda jumladagi o'rnining o'zgarishiga ergashib turib, i'rob o'zgarmaydigan holat bo'lgan bir qism zarflar bor. Masalan, buning birisi mata. Mata xarajda qachon chiqding desa, mata zarf zamon. Mata deb oxirisi sakinga mabni, ammo mahallan mansub, ya'ni zavar qildi deb tushunsak bo'ladi. Ayni tazhab. Qayerga borib desa, bu ayni bu yerda zarf makon, ya'ni o'rin ravish. Ayna deb oxirisi zavarga mabni, ammo buning grammatikalik o'rni deb surishti qilish to'g'ri kelib qolsa, mansub deymiz mush jumlada. Ams desak, lam ag'ib amsga o'xshash. Tunugun men kelmay qolmadim, maktabga keldim degandek men. Amsi zarf makon, ya'ni nima zarf zamon, vaqt ravish. Buning oxirisi zirg mabni. Ammo mushu jumladagi grammatikal o'rinni surishti qilsak, maf'ulun bih deb turib, zavar qildi deb tushunsak bo'ladi. Qattu, masalan, lam azuq hadhihi al-fakihata qattu. Bu mevani faqat etib boqmadim desam, shunda qattu degani o'rin ravish bo'ladi. Endi mushu holatda qattu deb peshga mabni, ammo mush jumlada grammatikalik o'rinni maf'ulun bih deb turib, zavar qildi. Qanday maf'ulun bih bo'ladi desa, men faqat etib boqmadim degan gap, hech qanday vaqtda etib boqmadim degan gapda bu. Shuni buni zarfi zamon deymiz. Undan keyingisi huna. Masalan, ijsuna bu yerda o'tirgansa huna bu o'rin ravish. Bu aniq chiqib turibdi-ku bu. Andan oxirisi sal sukunga mabni, ammo grammatikalik o'rinni maf'ulun bih deb turib zavar qildi desak bo'ladi. Al-ana hozir. Al-ana ji'ta hozir keldingizmi desa, al-an mush jumlada zamonliq rolni o'ynaydi. Ya'ni vaqt ravish. Hozir al-ana deb zavarga mabni, ammo buning grammatikalik o'rni hozirgi jumlada mansub deb tushunsak bo'ladi. Haysu, ijlis haysu shit. Xalqa yeringiz o'ltirgan degan jumlada haysu surbu makan. Xalqan yada. Endi bu haysu deb peshga mabni bo'ldi, ammo hozirgi jumladagi grammatikalik o'rni mansub deb tushunsak bo'ladi. Demak, qaytadan deb o'taylik. Mata, ayna, amsi, qattu, huna, al-ana, haysu degan mabnilar garchi jumlada maf'ulun bih bo'lib, zavar o'qilishga tegishli o'rinlarni kasimi, ammo bular mabni bo'lg'achqa, maravishlar, zurflar mabni bo'lg'achqa, bulardagi i'rob, ya'ni zavar o'qiladigan i'rob oshkora berilmaydi. Balki o'zining mabnilik holatida qoladi, ammo buningga biz grammatikalik i'rob bergan vaqtimizda maf'ulun bih mahallan zavar deb qarasak bo'ladi. Bu birinchi ahvol. Ikkinchi ahvol, endi biz yuqorida maf'ulun bihni zarb bo'ladi, zarb jumlada shu maf'ulun bih bo'lib keldi dedik emasmi? Ba'zida maf'ulun, ya'ni zarblar o'zi maf'ulun bih bo'lib kelmay, shu zarblarning o'rnini boshqa narsa egallab, boshqa narsa zarbning o'rnida maf'ulun bih bo'lib kelgan ahvollar bor. Masalan, birinchisi zarbga muzof bo'lgan narsa. Masalan, bir zarb bor, ya'ni maf'ulun bih bo'lishga tegishli, buni oldiga bir dona muzofdan birisi kelib qoldi. Shu muzof ma'ni jihatda vaqt yoki o'rinninki bir xil kulliylik, juz'iylik deymiz. Umum vaqt yoki bir qism vaqt degandek ma'nolarni ifodalab beralaydigan muzof bo'lib qolsa, mushmu maf'ulun bih bo'lalaydi, garchi zarb bo'lmasin. Asli maf'ulun bih degan zarb bo'lish kerak. Masalan, misol olsak, safarna kullan nahar. Biz butun kun safar qildik desa, mushada kul asli zarb emas. Zarb bo'lmagandan albatta nima bo'lanmaydi? Maf'ulun bih bo'lanmaydi, ammo an-nahar degan zarbga muzof bo'lish orqali kulning ma'nosiga bir xil butun kun degandek bir xil shu vaqtninki butunligini ifodalaydigan bir xil ma'no shakllanadi kulda. Shunlashqa garchi zarb bo'lmasa-mu o'zi maf'ulun bih bo'laydi. Shu yerda kullan naharni maf'ulun bih deb i'rob beramiz. Mashaytu nisfa kilometr. 1 kilometr mangdim desa, nisf degan asli zarf emas. Zarf bo'lmagandan keyin maf'ulun bih bo'lanmaydi asli. Ammo bu yerda kilometr degan zarfga, zarf makonga muzof bo'lib kelib, buningda bir xil o'rin ravishning juz'iylik ma'nosini ifodalaydigan holat shakllandi. Demak, garchi o'zi zarf bo'lmasa-mu, zarflik ma'no shakllangachga bu maf'ulun bih bo'lib keladi. Ya'ni zarfga muzof bo'lgan narsalar garchi zarf bo'lmasa-mu, zarflikning ma'nosi shakllangachga bu maf'ulun bih bo'la oladi. Ikkinchi maf'ulun bih bo'la oladigan zarbning o'rnida turib, maf'ulun bih bo'la oladigan bo'lak
zarflarning sifati. Endi sifat degan zarf emas, ammo zarflarga sifat bo'lib kelganligi uchun nim bo'la oladi. Maf'ulun bih. Masalan, jalasa tawilan. Jiq o'tirib ketdim, uzun o'tirib ketdim deymiz-ku. Asli tawil degan uzun degan gap. Bu sifat. Maf'ulun zarf emas, zarf bo'lmaganligi maf'ulun bih bo'lmaydi. Endi bu yerda nimda maf'ulun bih bo'lib keldi desa, chunki buning oldida tashlanib ketgan maf'ulun bihdan birisi bor. Ya'ni zarfdan birisi bor. Aslisi jalastu vaqtan tawilan degan o'rinda. Tawilan vaqtandan naib bo'lib, shuning o'rnini egallab, garchi zarf bo'lmasa maf'ulun bih bo'lish rolini o'ynab keladi. Uchinchisi ismul ishara. Ko'rsatish almashtirimi maf'ulun bih bo'lib keladi. Garchi zarf bo'lmasa-mu. Masalan, ji'tu hadal usbu' desa, asli usbu' maf'ulun bih, ya'ni zarf. Hada degan ko'rsatish almash. Bu zarf bo'lmag'achqa maf'ulun bih bo'lanmaydi. Ammo bu yerda haza usbu' degan zarfga ko'rsatish almash bo'lib kelgachga, usbu'ning ta'sirida garchi zarf bo'lmasa maf'ulun bih bo'ladi. To'rtinchisi son zarf bo'lmasa maf'ulun bih bo'ladi. Ya'ni zarfning o'rnida turib. Masalan, makaftu fi Baghdad 4 ayyam desa, Bag'dodda 4 kun turdim desa, asli 4 ayyam degan ayyam zarf. Bu maf'ulun bih bo'ladi. 4 degan son maf'ulun bih bo'lmaydi zarf bo'lmag'achqa. Ammo 4 ayyam bilan qo'shilib kelgachga, ayyamning ta'sirida, ya'ni muzofilikning ta'sirida bu sonmi ma'ni jihatda zarflik ma'nosi shakllanib maf'ulun bih bo'ladi. Demak, zarfga muzof bo'lgan birinchidan, ikkinchidan zarfning sifati, uchinchidan zarfga ismi ishorat bo'lganlar, to'rtinchidan zarfning oldiga kelgan son. Mushular garchi zarf bo'lmasa-mu zarfning o'rnida turib maf'ulun bih bo'ladi. Endi yuqoridagilar maf'ulun bih to'g'riliq mazmunlar. Endi ikkinchi mazmun lav. Endi lav bizga ma'lumlik agar degan ma'noda keldi, o'tgan zamonni ifodalab keladi. O'tgan zamonni ifodalab keladi. Lav kelgan jumladan 3 xil ma'no chiqadi. Birinchisi shartlik ma'no. Ikkinchisi shartni o'tgan zamonga bog'lash ma'nosi. Birga chiqadi. Uchinchisi imtina. Ma'lum bir ishninki yuz bermaganligini ifodalaydi. Masalan, bir misol olsak, law ijtahatta lanajahtam desa, agar tirishgan bo'lsang imtihondan o'tding desa, tirishish imtihondan o'tish degan bir xil shart shakllandi. Tirishgan bo'lsang imtihondan o'tding. Shart. Ikkinchidan bu shart qanday zamonda yuz berdi? O'tgan zamonda yuz berdi, chuqum. Uchinchidan bu ishninki yuz bermaganligini ifodalaydi. Ya'ni sen tirishmading, imtihondan o'tolmading deb bu ish yuz bermadi degan bu yuqoridagidek 3 xil ma'no. Birisi shartni, ikkinchisi shartni o'tgan zamonga bog'lashni, uchinchidan shart va jazoninki yuz bermaganligini ifodalaydi. Shart lavning ma'nosi mana shu. Endi obdaroq tushunaylik, lav degan nima desa, o'tib ketib bo'lgan, mumkin bo'lmaydigan ishlarni agar bunda qilgan bo'lsa degan ma'no ifodalab keladi, xolos. Mayli bu mudoriga kirsin, mayli moziga kirsin, bu o'tgan zamonni ifodalaydi. Lekin bunga munosabatlik bir mazmun lavninki keyindagi javob jumlasi musbat bo'lib qolsa, buningga lam billa kiradi, kirsa bo'ladi. Ammo manfi bo'lib qolsa kirmaydi. Masalan, law sami'ta qissatahu labakayt. Agar uning hikoyasini anglagan bo'lsang, yig'lab ketibsan, labakayt deb bakaytuga lam kirdi. Mush nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. 3-nuqta. Endi biz boya maf'ulun bih to'g'riliq so'zlab zarfning gapini qilib qoldik emasmi? Endi mush zarflarning ichida qablu, ba'du degan bir ishga zarf bor. Ya'ni din ilgari, din keyin deydigan. Bular ba'zida bir narsalar bilan birikib, ya'ni muzof bo'lib keladi, ba'zi yolg'iz kelib qoladi. Endi keyinida aniq muzofillaydan birisi kelib qolsa, bular normal odatdagidek mu'rab bo'lib, maf'ulun bihda var o'qiladi, sir o'qiladi, pash o'qilish qas pash o'qiladi. Bu vaqtda qiyinchilik yo'q. Ammo qablu ba'du dan keyin bir narsa kelmasa, ammo tarjimada qablu ba'dudan keyin bir dona muzofillaydan birini taqdir qilib turib tarjima qilsak, ya'ni demakchi o'g'limiz qablu va ba'dudan keyin bir dona muzofillay ba deb qarasak, ya'ni izofatni uzildi deb qarasak, bu vaqtda qablu ba'du mabni yo'q. Mayli zar o'qilish to'g'ri kelsin, mayli zar o'qilish to'g'ri kelsin, har qanday holatda bu pashga mabni bo'ladi. Masalan, Qur'oni Karimda lillahil amru min qablu va min ba'du degan bir oyat bor, Surrumning 4-oyat. Ya'da qablu ba'du deb oldida min kelsin pash o'qildigan. Nima uchun? Chunki qablu ba'duning keyinda bir dona muzofillaydan birisi bor. Ya'ni min qabli kulli shay'in min ba'du kulli shay'in deb. Shunga o'xshash keyinda muzofillay ba deb kallamizda shuni faraz qilib turib
muzoflarni qo'shib tarjima qilgan hammollar bu mabni o'qidi. Agar muzoflar oshkor kas mabni emas, ma'rab. Masalan, min kulli shay degan akasak oshkora. Min qabli kulli shay'in, min ba'di kulli shay'in deb cho'qim misra qo'yamiz. Bu nuqtalar aydonlashib ketgan bo'lsa, tekstni o'qib tarjima qilib tahlil qilib beraylik. الدرس الهادي عشر. أرحب بكم في اليوم الأول من العام الجديد. متى وصلتم من بلادكم؟ وصلنا قبل أسبوع. أما أنا فوصلت أمس. أنا وصلت يوم الثلاثاء وذهبت إلى مكة لأداء العمرة وبقيت هناك 3 أيام ورجعت البارحة. أهلا وسهلا يا أستاذ، أتسمح لي أن أجلس أمامك؟ إن هذا المقعد خال. إن هذا المقعد خال، فإن صاحبه طوي قيده العام الماضي. اجلس حيث شئت. لا أريد أن أجلس تحت مروحة فإن ذلك يضرني. أفأجلس خلف جمال في مقعده؟ لا مانع لدي. أين سافرت في عطلة الصيف هذه السنة يا أستاذ؟ إلى الفلبين. ألم تمر بكولالمبورا؟ بلى، ولكنني لم أمكث فيها طويلا. كم لبثت ثم يا أستاذ؟ لبثت ثم يوما أو بعض يوم. لو عرفت أنك تأتي إلى بلدي لاستقبلتك في المطار. أسافرت إلى سنغافورة أيضا؟ لا. ألم تسافر إليها من قبل؟ نعم، لم أسافر إليها قط. أرحب بكم في اليوم الأول من العام الجديد. يعني يلنا برنجو كنستاس لنا قرش لمن. متى وصلتم من بلادكم؟ سلانو شهرنادن قطن كالدان ما جملدكي في اليوم الأول مفعول بها في أشكار كاجا مفعول به. أن إشكنج جملدكي متى وصلتم دكي متامو ظروف مبنين قطاردن مبني بوغان روش. وصلنا قبل أسبوع برهبت إلجري كالدوق. هذيك قبل أسبوع مفعول به يعني ظرف. أما هذيك قبل مضاف كاجا بو مبني مس مورد. شو مشقة زبارو قلوتو. أما أنا فصلت أمس، أما من تنجن كلدم يعني كي أمس مفعول به، أما مبني وغاشقة زر أقول يورد محلا منصوب تبقى رايمز. أنا وصلت يوم الثلاثاء. من çarşamba günü seyşembe günü yetip geldim. Avrundaki yevme thulatha mef'ulun bih. Şumaşqa yevme zvar okulatıdı. Zahabtu ila Mekke li adayil umra. Ben Mekke'ye ömür ada qilish uchun bardim. Baqitu hunak 3 ayyam va raja'tu al-barihata. U yerda 3 kun qilib, 3 kun turib, tunigungacha qaytib keldim. Avrundaki hunak mef'ulun bih urun ravish, yani zarfu makan hunak 3 ayyam zarfu zaman vaqt ravish. Mushun 3 ayyamdagi salasa 3 degani mef'ulun bih bo'ladi. Garchi son bo'lsa-mu ayyamning ta'sirida. Biz bayatni so'zlagan-ku salla keyindiki mef'ulun bihlarning zarflarning ta'sirida zarf bo'lmas mef'ulun bih bo'laveradi. Raja'tu al-barihatadagi al-bariha mef'ulun bih zarfu zaman. Ahlan va sahlan qarshilamiz. Ya'ni xush kelibsizlar. Ya ustaz, atasmahu li an ajlisa amamak? Mening sizning oldingizda o'tirishimga ruxsat qilamsiz? Amamak ma'runda mef'ulun bih, ya'ni zarfi makan. O'rin ravish. Inna hadha al-maq'ada khalin. Bu o'rin bo'shkan. Fa inna sahibahu tuya qayduhu al-'am al-madi. Bu o'rinning egasi o'tgan yilda haydalgan. Tuya qayduhu hamsi qo'shilib haydaldi, maktabdan chekintirildi degan ma'noda. Al-'am al-madi maf'ulun bih. Ya'ni vaqt ravish o'tgan yilisi. Shunga javob qilyapti. Ijlis haythu shi'ta. Xalqan o'rinda o'lta. Ya'niki haythu degani maf'ulun bih, zarf makan. Amma mabni yo'qachqa nima qilyapti? Tashviq qilyapti. O'z peti. Amma mahallan majrur. La uridu an ajlisa tahta al-marwaha fa inna zalika yadurruni. Men shamol turg'ish ostida o'ltirishni xohlamayman. Chunki ashu menga ziyon qiladi. Yadurruni degani menga ziyonliq. Ma'rundagi majmuldagi tahta al-marwaha bu zarfi makan. Yani o'rin ravish bo'lib maf'ulun bih. Shunga javob qiladi. Afa ajlisu khalfa jamalin fi maqadihi?
Men Jamalning keynida, ya'ni shuning o'rindagi keyin tarafda o'ltiramdim. O'lsam bo'lamdi? Halfa. Ya'ni o'rin ravish maf'ulun bi. La mani aladayya. O'rganiga hech qisi yo'q o'lsang bo'lar degan gap. Asl lug'at ma'nosi menda cheklama yo'q degan gap. Men menga nisbatan baribir chekilmayman demak. Ayna safarta fi uddat as-sayf fi hadhihi as-sanata ya ustaz? Ustoz, yazliq ta'tilda bu yil esa nega safar qildingiz? Fi uddat as-sayf maf'ulun bih. Zarf oldiga fi kelish orqali maf'ulun bih bo'lgan maf'ulun bih. Ya'ni ravish va zarfu zaman. Hadhihi sanamu zarfu zaman oldiga fi kelmagan zavar o'qilgan maf'ulun bih. Ammadaki hazihi maf'ulun bih as-sana musharun ilayhi badalulda. Chunki ko'rsatish almashlar keynidagi ravishlarning ta'sirida o'z ravishning ma'nosini o'z ichiga olib nim bo'la oladi, maf'ulun bih bo'la oladi deb oyat degan to. Ilal Filippin, Filippinga. Alam tamurra bi Kuala Lumpur. Siz Kuala Lumpurdan o'tmadingizmi? Bala, o'tdim. Ya'ni bi Kuala Lumpur degani, ya'ni maf'ulun pihuluda, maf'ulun pih. Agar pilninki obyektini maqsad qilsak, masalan xuddi bozorga bordim degandek obyektini maqsad qilsak maf'ulun bihuludu. Agar shu yerda turgan shirkatning yuz berganligini maqsad qilsak maf'ulun bihuludu. Bala bordim, walakinni lam amkus fiha tawilan. Biroq unda uzun turmadim. O'rindagi fiha degan maf'ulun pih, ya'ni o'rin ravish. Zarf makan. Tawilan degani vaqt ravish. Asli tawilan o'zi bir sifat maf'ulun bih emas, ammo vaqtdan degan tashlanib ketgan birdan maf'ulun bih sifati o'g'achqa bu maf'ulun bih bo'la oladi. Kam labista samma ya ustaz? U yerda qanchalik turdingiz? Samma. Maf'ulun bih hunak ma'nosida. Zarfu makan. Labistu sammata yawman aw ba'da yawmin. U yerda bir kun yoki yarim kun turdim. O'rindagi samma bayat oldingi jumladagidek zarfi makan bo'ladi. O'rin ravish yawman aw ba'da yawm har ishkilisi maf'ulun bih. Ya'ni vaqt ravish. Ba'da yawmindagi yawm maf'ulun bih emas, ba'da yawm maf'ulun bih. Chunki biz bayatni so'ragan qoidada zarflarga muzob bo'lgan bilak agar bir butunlikni yoki parchalikni bildirsa, umuman bo'la oladi, ravish bo'la oladi. Law araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matar. Agar sizning bizning shahrim, mening shahrimga keldiganligingizni bilgan bo'lsam, sizni aerodromda qarash olatdim yoki oldingizga chiqatdim aerodromga. Shu o'rindagi fil matar degani maf'ulun bih, ya'ni o'rin ravish. Undan keyin bu jumlada lawba, lawni bayatimiz shart ma'nosini andagi shartni o'tgan zamonga bog'lash ma'nosini, andagi ish harakatining yuz bermaganligini ifodalaydi ekanligin. Men uqmay qolibdim, men shuni sizni qarshi olmadim degan gap, ha? Safarda ila Singapur aydan Singapurga safar qildingizmi? La, safar qilmadim. Alam tusafir ilayha min qabl? Bundan ilgari u yerga safar qilganmidingiz? Na'am. Qilmaganmidingiz? Na'am. La musafir ilayha qattu. Unga faqat safar qilib boqmagan. Ya'ni berib boqmagan degan. Shu o'rindagi qattu maf'ulun bih zarfu zaman bo'ladi, ammo mabni o'g'achqa bu o'z holatida shakl jihatda pashga mabni o'g'achqa pash o'qilaveradi, mahallan mansub deb qaraladi. Va oxiru da'vana